Men Jalil Oydinizor 2024-yil Greenleaf korporatsiyasiga hamkor bo'lib, hozirgi kunda Ishxon tumanining Greenleaf korporatsiyasining servis center sohibasiman. Greenleaf korporatsiyasi 1998-yil Xitoyda tashkil topdi. O'zbekistonga 2021-yil Dilbar Usmonova orqali qonuniy kirib keldi. Greenleaf korporatsiyasi eng yirik davlatlar bilan shartnoma imzoladi. Shveysariya, Italiya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya va Xitoy bilan shartnoma imzoladi. Greenleaf korporatsiyasi 2016-yildan beri ushbu davlatlar Greenleaf korporatsiyasi brendi ostida, MLM sistemasi logotip ostida o'z mahsulotlarini sotuvini yo'lga qo'ydi. Agar sog'lig'ingizga befarq bo'lmasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu reklama emas. So'nggi yillarda har bir xonadonimizni kimyoviy mahsulotlar egallab olmoqda. Natijada esa yosh bolalar va yosh katta insonlar har xil kasalliklarga chalinmoqda. Xo'sh, bunga yechim davo bormi desiz? Albatta bor. Shunday ekan, meni gaplarimni diqqat bilan tinglang. Greenleaf bilan hayotingizga tabiat kirib kelsin. Greenleaf sizlarga 8000 xildan ziyod bo'lgan eko mahsulotlarini taklif qiladi. Eng asosiylari kir yuvish va idish yuvish uchun kerak bo'lgan ekologik gellardir. Nihoyatda sifatli va 100% ekologikdir. Greenleaf korporatsiyamizning Cialux brendi ostidagi skrabimiz, bu skrabimiz yuzlarni chuqur namlab, o'lik terilarni tozalab beradi. Bu skrabimiz yog'li yuzlarga haftada 2 marta, qulli yuzlarga 1 marta suriladi.